Ko'zlaringizni yumib tasavvur qiling. Moviy ko'llar, baland tog'lar, qor bilan qoplangan cho'qqilar va o'rmonlarning beqiyos hidi. Bu oddiy ertak emas. Bu Kanada yuragidagi Banff milliy bog'i. Banff 1885-yilda tashkil etilgan va Kanadaning eng qadimiy milliy bog'i hisoblanadi. Bog'ning maydoni qariyb 6600 kvadrat kilometrni tashkil qiladi. Bu deyarli butun Toshkent viloyatidan katta. Banffda Moraine Lake va Lake Louise dunyoning eng chiroyli ko'llaridan hisoblanadi. Ularning rangini muzliklardan keladigan mineral modda beradi. Bu yerda ayiqlar, bug'ular, tog' echkilari, hatto bo'rilarni ham uchratish mumkin. Tabiiy hayotni saqlab qolish uchun maxsus qoidalarga amal qilinadi. Banffdagi Rocky tog'lari shu qadar go'zal va ulkanki, 1985-yilda UNESCOning Butunjahon merosi ro'yxatiga kiritilgan. Banff milliy bog'i tabiatning tirik mo'jizasi. Uni ko'rgan odam faqat bir narsani his qiladi. Yer yuzida hali ham betakror go'zalliklar bor. Siz bilan birga ilm tarovati, har kuni yangi bilimga yo'l ochamiz. Obuna bo'ling va albatta like bosishni ham unutmang.